Assalomu alaykum, hurmatli Kesh Universal kanali a'zolari. Bugungi lokatsiyamiz mana bu 9 iyuldagi zapravkaga yaqinroq, Chorshanba oстановkadan kelishga, Zapchas bozoridan kelishga, o'tgandan keyin, pavorotdan keyin Turkiston degan ko'cha, mahalla, katta mahalla bular. Gaz, svet, suv, hamma sharoit bor. Tursutik hovli, ishlarini ko'rsataman. Ishi bor, puli ham shunga yarasha. Joy, lokatsiya zo'r. Shaharda endi markaz deyiladi, Bag'la endi baribir. Shu markaz bo'lib ketdi Bag'la. Yangi uchastkalar. To'g'ri to'rtburchak qilib qilingan uchastka. Mana shunday holatga xonalar, hozir ichlarini ko'rsataman. Mana bunday kelishga darvozaxona. Usti shifer bilan yopilgan. Mana bunday agaroti bor. Mana polni stяжка qilingan ekan. Glubinli motor bor. Suv, gaz, svet, hammasi zo'r baqqa. Mana uyni arqa tomoni mana bunday qilingan ekan. Loydan devor qilingan. Endi olgan odam to'g'irlab chiroyli qila oladi. Bu tualet. Mana bu yoqqa yama qilishgan, nimaga bo'lsa. Bu tomoni mana qo'shniniki blok bilan o'ralgan. Bu tomon ham qo'shni. Uchta tomon qo'shni. Mana общий hovlining ko'rinishi. Bu mana bunday qilib fundament, keyin blok terib, ustidan loy g'ish terilgan. Ustilari yopilgan. Ichkarisini ko'rsataman. Mana uyni ko'rinishi, mana ayvon, katta ayvon, tagi stяжка qilingan, patolog qilingan, to'rtta xona. Mana bu ichi hali to'ldirilmagan ekan. Mana shunday holatga deraza qo'yilgan, bag'dan eshik bo'ladi katta. Bular eshik deraza qilingan. Tagi pol qilingan ekan. Mana tippa ham patolog qilingan. Ishlari normalniy. Attachentoga o'xshab shpaklovkadan ishlangan ekan. Yomon chiqmagan. Svet yo'q ekan, shu uchun qaronliroq. Mana bitta xona, eshik deraza qo'yilgan, mana tagi despidan qilingan ekan pol. Mana bu ham aboyga o'xshatib shpaklovka qilingan, patolog DVPdan qilingan ekan. Montajlar bo'lgan. Gaz o'tib ketgan, lekin ichkariga olib kirib отопление qilsa bo'ladi. Mana yana bitta xona, ko'chaga qaragan. Derazalar mana yog'ochdan ekan. Tagi to'ldirilgan. To'rt sutik, to'rt xona. Endi bunaqa narxga arzon hisoblanadi hozirgi kunga. 32 ming deyilyapti. Kelishayotgan joy bor. Arzonroq uy qidirganlarga tashlab qo'yasizlar. Lokatsiya zo'r, lekin ham sharoit mavjud. Hovli ham yomon emas, yaxshi. Ozgina ishi bor. Eshik, deraza, отделка ishlari bor. Atak puliga arziydi. Podpisatsiya qilib, like bosib qo'yinglar. Sizlarga yana ham zo'r variantlar ko'rsataveramiz. Telefon qilsanglar gaplashamiz.